muchkay jonim. Assalomu alaykum. Voy bila, ochilib ketibsanmi jonim? Voy bila, qaysi donator pul tashlab berdi? Nima donator pul tashlasa ochilib ketish kerakmi? Yo. Kartinga pulni tashladimi? Tashladi. Necha pul tashladi? O'shani ikkiga bo'lishaylik jon. Rosa qiynalib qoldim. O'zi men tashladi. Ming? Ming? Tortma. Mana mehnat qilyapman. Nima mehnat qilyapsan? Nima mehnat qilyapsan? Erkalatyapman. Asbob pulimi? Yo'q, o'zini. Ha? O'zini? Ha? Nima deb erkalatyapsan? Mehr bermasa $1000 pul tashlab beradim. Bala, men ham kimga mehr bersam menga $1000 tashlab berar ekan, ha? Ha? Aka bir yordam, $1000 yordam qilib turinglar. Siz ham mehr bering-da, mushik deb qo'ymasdan. Ular o'zi ham biladi mushikligini. Ya bular ko't sikmayapti-da. Ko'tga qiziqmayapti-yu. Somsengni berib tur, sen bir haftaga men ishlatib qaytarib beraman. Necha pul topib olay? Yo'q, ishlatib tashlaysiz, qaytartirib berasiz. Ikkov urgizib qaytartirib beraman, o'rniga tor qilgizib beraman. O'zi zavoddan tarib turgan narsa. Zo'r tor qilgizib beraman. $1000 tashlab berdimmi senga? Malades. Kim degan donator? Atqoldi uyimga ham. Yana Ha? 8000 to'lasam uyimda qutulaman. 8000 to'lasang uyingda qutulasan? Uchta gul beringlar, mehribonlarim. 3 ta gul, 2 dona gul. Ochilib ketibdi bu. O'ziga qattiq qarabdi. Ko'z tegmasin, Rahmat, assalomu alaykum. 2 ta gul. Donatorlar uchun yasanadi bu. Shular uchun-da nima qilaman o'zim uchun? Depilatsiya qildingmi qilib? Salam deda qildim. Top toza turibdi, oynada turibdi. Oynadek? Oppoq. Senga $1000 tashlab bergan donatorning nomi nima? Kim? Nima degan? Aytmayman. Aytmadiganmi? Tanimasiz kerak, chunki u levelini bekitib ko'rib beradi. 37-o'rinda ekan. Bilet. Yo'q, Tug'ilgan kunimda birinchi mart kuni. Ko'rmadingizmi, iPhone'lar keldi menga. iPhone'lar? Postlar qo'ydim kecha. Kecha emas, birinchi mart kunida, kechadan o'tgan kuni. Voy bila. Milisiya bila bir narsa urib bering aka, men ham iPhone olay aka. Kelib ketdim go'jalab.